Ko'pincha g'arb davlatlardan tashkil topgan 22 davlat Xitoyga o'rtaq bir maktub yozish orqali Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarida majburiy tutib turilayotgan Uyg'urlarni darhol qo'yib berishga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetiga yozilgan bu maktub tunji qatim muncha ko'p davlatlarning o'rtaq imzolab xat yozishi hisoblanadi. 8 iyun yozilgan bu maktubda Avstraliya, Avstriya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, Islandiya, İrlandiya, Yaponiya, Latviya, Litvaniya, Lyuksemburg, Gollandiya, Yangi Zelandiya, Norvegiya, İspaniya, Shveysariya, Shvetsiya va Angliyadan iborat 22 davlatning bosh elchilarining imzosi qo'yilgan bo'lib, Sharq Turkiston haqida o'rtaq va ochiq bir pozitsiyada ekanligi bildirildi. Maktub haqida to'xtalgan Yevropalik bir bosh elchi bu bir rasmiy qadamdir. Chunki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashining rasmiy hujjati deb e'lon qilinadi dedi. Xitoy Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan razil siyosatlarni tungan musulmonlarga yurgizmoqda. Zimiston torining xabar qilishicha, bir mezgildan buyon Xitoy kommunist doiralarining islomni xitoylashtirish siyosati doirasida tungan musulmonlarning masjidlarining cheqilganligi haqidagi xabarlar orqa-orqadan o'ttirib chiqmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Shanxi o'lkasining Baoji noyisida masjidlarning qutba va munorlari, ishik va derizlari cheqilib o'zgartirilgan va ishxona binosiga o'xshatib qo'yilgan. Shuning bilan birga Xian shahridami ba'zi masjidlar o'zgartirilgan bo'lib, qarshilik qilguvchilarga soqchilar qo'lga olish bilan tahdid solgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Angliya ministerligi sobiq diplomat kandidati Maliya Kraybomning Xitoy istixborotiga Amerikaga tava mo'yim uchurlarning pulga sotganlik sababli 40 oylik qamoq jazosi berilganligi va $40,000 jarmani qo'yilganligi e'lon qilindi. 63 yoshli Kraybomning Xitoy istixboroti bilan aloqalashib yuqori darajalik bir josuslik faoliyatiga yordamlashganligi va Amerikaga tava bo'lgan alayda istixborot uchurlarini oshkorlaganligi aniqlandi. Bu vaqtdagi bayonotda Tashqi ishlar ministrligida ishxona boshqarish mutaxassisi bo'lib xizmat qilgan Kraybomning 2017-yildan buyon Amerika Adliya ministrligida ishlaydigan, lekin Xitoy davlat bexatarligi ministrligi uchun xizmat qilgan bir xodimga uchurlarni oshkorlaganligi va buning badliga 5 yildan buyon minglagan dollar va qimmat bog'liq sovg'a olganligi bildirildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava mudofaa sistemasi elishiga doir keskin bayonot berdi. U bu hava mudofaa sistemasi haqida har kuni yangi ma'lumotlarga erishganligini ta'kidlab, men bu masalada Tashqi ishlar ministrligi Pompeo'ning va ministerlikning tasavvur qiluvsiz darajada qat'iy turganligiga ishonaman. Men va ministr Pompeo maydonimizning o'zgarmaydiganligi haqida bir narsa demadi dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining bayonotchisi Farhon Haq, Liviyada Fransiya va Arab Birlashma Xalifaligi tava boshqarilgan bombalar bayqalgandan keyin barliq davlatlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining embargoga xiloflik qilishiga doir ehtiyojli ma'lumotlarni ta'minlashga hamkorlashishga chaqirdi. U barliq davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining embargoga xiloflik qilishga doir ehtiyojli ma'lumotlarning ta'minlanishi jihatda hamkorlashishni umid qilamiz dedi. Liviyada general Xalifa Xaffarga qarashliq bir lagerda o'tgan oyda bayqalgan boshqarilgan bombalarning Fransiyaga tava ekanligi o'ttirg'i chiqqan bo'lib, Fransiya Mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, bularning Fransiyaga tava ekanligini e'tirof qilgan.